Demak, pedagogik ustida o'tirib olib boradigan ko'rsatuvimiz boshlandi. Bugun biz ko'rsatuvimizda tele tushib ketib qoldi kamera. Bugun biz ko'rsatuvimizda G'aybulla Tursunovning O'g'irlagan qo'shig'i va Senimi shoshmay tur multfilmi, ya'ni "Ну погоди, заяц" multfilmi qayerdan o'g'irlanganini bilib olamiz. Siz esa hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va pastdagi izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvimizda nimani olib chiqishimizni aynan siz belgilashingiz mumkin. Ishonavering. 1-2 oyning ichida o'zbek shou-biznesida trendga chiqib ketgan G'aybulla Tursunovning Quralay nomli treki Ladanya ismli ruminiyalik qo'shiqchidan chopilgan, ya'ni plagiat qilingan desam ishonasizmi? Bu haqidagi ma'lumotlar o'zbek internetida juda ham ko'plab aylanib ketdi va men ham mana shu ma'lumotni tekshirib ko'rish uchun Deterbatte, nei kabotte, dragostile, meletvotte. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini quvotdi. Xayolida bir nimalar rashk o'tida yondiribotdi. Sen boshqasini yo eslarman, dushman yalloq qilib. Bu plagiat, to'g'ri ko'chirilgan. G'aybulla Tursunov ham hech qaysi bir manbada bu qo'shiqni olganini aytmagan. Demak, bunda atsilka yo'q, bunda respekt berish yo'q va haqiqiy muallifni keltirish yo'q. Demak, bu to'g'ri plagiat qolipiga tushadi. Ya'ni G'aybulla Tursunov ushbu qo'shiqni plagiat qilgan, o'g'irlagan desak bemalol bo'laveradi. 2012-yillar, taxminan 5 yoshli men har kuni ertalab soat 8 da Yoshlar telekanaliga qo'yib "Ну погоди, заяц", ya'ni "Senimi shoshmay tur" nomli rus animatsion multfilmini tomosha qilar edim. Ushbu multfilmni deyarli har kuni efirga uzatishar edi. O'sha paytdagi olgan taassurotlarimni to'g'risi juda ham ko'p narsaga ham alishmagan bo'lar edim. Bu multfilm mening aqliy shakllanishimda o'sha paytda juda katta xizmat qilgan. Ammo kim o'ylabdi deysiz, ushbu multfilm bundan avvalroq Amerika animatsion kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Mickey Mouse multfilmidan birozgina ko'chirilgan plagiat deyish qiyin, ammo o'xshash joylari bor. Ikkalasida ham bittasida sichqonni mushuk quvsa, ikkinchisida bo'ri quyonni quvadi. Buni esa o'zaro kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot bermagan, ammo ko'pchilik buni ilhomlanish deyishadi. Ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri plagiat emas.